Germaniyaga kelganimda birinchi kelganimda tilni bilmas edim. Kelgandan keyin tilni o'rganganman. 2009-yili masalan kultur shok dedilar. Kelganda odamlarni uncha tanimaysiz, odamlarni yaxshi bilmaysiz, shart-sharoitlarni bilmaysiz. Ob-havosi sizni bir tushkunlikka soladi, qiynalasiz, vatandan uzoqda, ota-ona uzoqda, boshqa oiladan madaniyat, uzoqda, boshqa din, boshqa gaplar. ham ruhan albatta, ham ruhan qiynalasiz, keyin ham masalan ishlash kerak. Endi kelgandan keyin pulni hisobga qo'yganmiz. Endi birdan ishlash huquqini bermagan. Oldin ishlash huquqini olish juda qiyin edi. Hattoki haligi haftaga 20 soat ham ishlash qiyin edi. U uchun talaba bo'lish kerak edi. Talaba bo'lish uchun til bilish kerak. Talaba bo'lgandan keyin ishga tushganman. Birdaniga ishlashim kerakman. O'zbekistondan kelgan bu haligi bu yerda 1 yevroni qadri juda baland. Haligi uy ijara to'lanadi. Yana hozir masalan ko'pchilik bilmaydi. Oldin universitetlar pulli bo'lgan. Katta pul bo'lmagan u paytda ham. Misol uchun bir semestrga 500 yevro, 400 yevro atrofida pul to'langan. 2010 yillar uchun bu katta pul bo'lganda. Albatta, bir yilga 800-900 yevro alohida o'qish uchun to'lanish kerak. Keyin hozirgidek pul topish imkoniyatlari ham kam bo'lgan. Haligi Mindestlon deydi, eng kam oylik 6 yevro atrofida edi o'sha paytda. Hozir 13 yevroga yaqinlashdi.